Assalomu alaykum. Elchin Safarlining Seni va'da qilganda hayot asari 2-qism. Farrosh ayolni o'ldirib qo'ygim keldi. Ko'rinishingiz yaxshi emas. Biror joyga borib dam olib kelsangiz bo'lardi, havo almashtirib deganlariday. Tongi birinchi nish zarbi qattiq botdi. Aytilgan gap qanchalik to'g'ri bo'lsa, shunchalik nish botgan joyni achitdi. Vannaxonani tozalab bo'ldingizmi deya uning gaplarini bo'lib tashlayman va poygohga chiqib, kurtkamdagi hamyonimdan pul olaman. Tezroq jo'nab qolsaydi, qo'limda pul bilan uning oldiga qaytaman. Ha, tozalab bo'ldim. Voy, buning barini ola olmayman. Uyingiz unchalarim ivirsimagan. Mayli, yarmiga ham roziman. U menga xuddi qaroga muhtoj majruh yoki esidan oqqan kishiga qaragandek achinib qaraydi. Men uning gaplarini eshitmagandek pulni burnining tagiga tutaman. Yaxshi boring. Keyingi hafta mana shu paytda. Juvon nigohini yerga qaragancha pullarni oladi. Shosha-pisha kiyinadi. Juda ozg'in. Qaymoq rang plash, jigarrang botinkalar, jundan to'qilgan qalpoq, sumkasining yonida 3 og'ir paketlar uning bu yerga bozor oralab kelganini ko'rsatib turibdi. Oqsoch uyimni 2 yildan beri tozalab ketadi. Haftaning juma kunlari. Uni menga Darbon kampir tavsiya qilgandi. Sinashda juvon, qo'li egrimas, yolg'iz bosh, bir o'zi qizini voyaga yetkazyapti. Odatda u men uyda yo'qligimda keladi. Biroz avval bahona bo'lsa, bo'ldi edi. Ichkilik tonggacha. 2 jumadan beri uyga barvaqt qaytyapman. Shuning uchun malla soch bilan to'qnash kelyapman. U menga yoqmaydi. Balki u mening bir paytlar bo'shliq, g'imirlab yurgan sharpalardan xoli, 2 kishi mavjud bo'lgan o'tmishimning guvohi bo'lganligi uchundir. Bilmadim. Hammaga buning nikohida bo'lsa kerak. O'zi sezmagan holda odamning asabiga tegadigan achinish to'la nigoh. Insoniy, sof, zaharxandadan xoli, onalik mehri bilan qorishgan o'tkir nigoh. Meni esa aynan shu nigoh qiynaydi. Achinish men shu paytgacha botinimda yengib o'tgan barcha narsalarni parokanda qiladi. Tentak. Menga achinishlarni istamayman. Unga qo'yib bersa boshimni bag'riga bosib, bular ham o'tib ketdi deya sochlarimdan silashgacha boradi. Shu yetmay turadi. O'tgan gal bir bo'lak shirin non, pechenye tashlab ketgan ekan. Oshxonamda yeyishga hatto non ushoq ham yo'qligini ko'rib achingan. Men bu yeguliklarni hovliga olib chiqib, kaptarlarni mehmon qildim. Pishiriqlarni yoqtirmayman. Bolalikdan malla sochdan allaqachon qutulgan bo'lardim, o pulga zoriqqanligi uchun unga achinaman. U juda ham odmi kiyinadi. Ko'rinishi ham juda xorxin. O'zimdan jahlim chiqadi. Uning achinishiga achinish bilan javob qaytaraman. Uyni yaxshi yig'ishtiradi. Jig'inga tegavermaydi. Faqat shu bugun ko'rinishim yomonligi haqida og'iz ochdi xolos. Unga baqirib berishdan o'zimni zo'rg'a tiydim. Uning hech qanday aybi yo'q. Bu sening og'rig'ing. Unga hech ham aloqasi yo'q. Bu kvartirani yoqtirmayman. Uning devorlari bir vaqtning o'zida har balo bilan to'la. Shu bilan birga bo'm-bo'shqa. Faqat karavot, hojatxona, oshxona chanog'i va muzlatkichga qarab bu yerda kimdir yashashini bilsa bo'ladi. Qolgan qismi o'lik hudud. Dushga tushishdan oldin sochiqni izlab topaman. Telefonim chirqillab qoladi. Fernandodan xabar kelibdi. U bilan boshqa yasha olmayman. Men dush tagida turar ekanman, xayolan o'zimni va Fernandoni ishontirishga harakat qilaman. Biz xom xayollarni yaxshi ko'ramiz. Tabiatimiz shunaqa. Kel hayotimizni sarobga aylantirgan bunday xom xayollardan voz kechamiz. Bizga yoqmaydigan va hech qachon yoqimli bo'lmaydigan ayollar va erkaklar bilan birga vaqt o'tkazishni bas qilaylik. Yolg'izlik undan xom xayollar ortiga berkinadiganlar ustidan kuladi.
Bir kunmas bir kun so'nggi tomchi qolguncha hafsalasizlikka to'yingan holda hammamiz uning oldiga qaytamiz. Odamlar bilan munosabatda biz rollar taqsimlashni yaxshi ko'ramiz. Aktyorlardan bizning aytganlarimizni bajarishni talab qilamiz. O'zimiz ham rolimizga kirishib ketamiz. Keyin ertami kechmi kimdir bir soat bo'lsa ham o'zligicha bo'lishni istab qoladi. Ana shunda bularning bari kun-payakun bo'ladi. Elchin Safarli. Seni va'da qilganda hayot asari 2-qism.